Amerikadagi Tor axborot kanali BuzzFeed 30 iyun kuni Xitoy hukumatining Qashqar shahrida Uyg'urlarning dini va milliy madaniyatini qanday vayron qilib, ondan Uyg'ur madaniyatining mazkur qadimiy beshiga bo'lgan bu shaharni Xitoy sayohatchilarining desni bog'chisiga qanday aylantirganligi to'g'risida bir tekshirish doklati e'lon qildi. Qurbaniyatning 2 kuni Turkiya Ko'chmanlar idorasi tomonidan o'tkazilgan etliq ziyofatga Sharq Turkistonliklarga taklif qilindi. Etliq ziyofatga Turkiya Ichki ishlar ministri Sulaymon Soylu apandi Uyg'ur va boshqa millatlarning vakillarini qabul qilib, qizg'inlik bilan ko'rishdi hamda ularning talablarini angladi. İçki İşler Ministri Sulaymon Soylu o'zining Facebook sahifasida bu haqda yozma va surat bahirlab, İstanbulda Türk millatlar va musofir ommaviy tashkilotlar bilan hitlashdik deb yozdi va o'z vatanida Qurban hayit o'tkazamagan bu bayramni his qilamagan Sharq Turkistondan Yamangacha, Arakandan Falastingacha, İran Türkmenlaridan Afg'onistondagi Türkmenlargacha barliq musulmonlarning Qurban hayitini tabriklaydiganligini bildirdi. Xitoyning Xanan va Anxoy o'lkasidagi 4 yezi bankisidagi omonat puli 4-oydan boshlab to'ng'itilgan pul omonat qo'yuvchilarning namoyishi saqchi deb qaralgan va puxroch kiyingan bir to'p kishining to'sib olishi sababidan jidalga aylandi. Ma'lum bo'lishicha, Janju shahridagi namoyish zo'ravonlik bilan tarqoqlashtirilgan bo'lib, bir qism namoyishchilar qo'lga olingan. Amerika prezidenti Joe Biden Amerikaning Xitoyga qaratgan tambojni bejiga munosabatli qadam bosqichlarining yanada muzokara qilinganligini bayon qildi. Amerika prezidenti Joe Biden Amerikaning Xitoyga qaratgan tambojni bejiga munosabatli qadam bosqichlarining yanada muzokara qilinayotganligini bayon qildi. Buningdan ilgari Amerika taratqularida Biden hukumatining pul paxalligiga taqobil turish uchun bir qism tambojni bejini bekor qilishni o'ylashganligi xabar qilingan edi. Xitoy bilan Pokiston yakshanba kuni Shanxaydagi bir harbiy portda 4 kunlik dengiz manevri boshladi. Xitoy Xalq ozodlik armiyasi dengiz armiyasining bayonotchisi Liu Wensheng mundaq dedi. Dengiz armiyasi qo'g'dinish atrati 2 deb atalgan manevr 2 armiya o'rtasidagi doimlik manevr bo'lib, yillik plan doirasida elib beriladi. Shimoliy Makedoniyada 2 dunyo urushidan keyingi Yevropadagi eng chong insoniy fojia deb tasvirlangan va Serbiya armiyasi tomonidan kam deganda 8372 Bosniya fuqarosi rahimsizlarcha o'ldirilgan Serbistonda qirg'inchilikning 27 yilligini xotirlash munosabati bilan yurish o'tkazildi. Yana bir tarafdan Amerika Tashqi ishlar ministrligi 1995-yili Serbistonda irqiy qirg'inchilikda qazo qilganlarni xotirlash bilan bir vaqtda tuqqanlarning jasadini davomli izlayotganlar va mas'ullarni izlab ularni sudga tortmoqchi bo'lganlarni qo'llaydiganligini qayta ta'kidladi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Nofis fondining dokladida mo'ljallanishicha, Hindistonning nofisi 2023-yili Xitoydan eshib, dunyodagi nofisi eng ko'p davlatga aylandi ekan. Xabar qilinishicha, Hindistonning nofisi 1 milliard 400 milliondan eshib ketishi mumkin ekan. Yana bir tarafdan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Dunyo nofis kuni munosabati bilan e'lon qilgan mo'ljariga qaraganda 15 noyabr dunyo nofisi 8 milliardga yetdi ekan.